qancha qolmayapti o'zi. Yo'q, aka, beringlar aka, sizlar beringlar Muhammadjon aka. Muhammad aka. 6400 dollar. Aka 100 dan qochin 5 olsin ishlarimiz aka. Hey! Baraka, buni ham boqadi. Hurmat kuna. Ashi 100 hurmat kuni. Bu yerda beradigan joylari bor. Просто ilashmayapti bizga foyda. Mujon aka arzon sotasiz, suv beringlar endi buni. Ey gap yo'q. 200 dan. Hajjori. Ay gap yo'q. Va nech pulga bo'ldi endi bu? Variantga bo'ldimi? Variantga 6,5 mingga 6 oyga 3 mingdan 3,5 mingni 6 oyga. Oyma beradi. 200 danmi? 200 dan. O barakasi bersin. Allohu akbar. Bu nechi yil o'zi yili? 21 55 mingga mo'z. Bitta olib qo'ying. Bo'ldi gap yo'q aka, qaranglar. Xo'p, diska, yumshoq balon, xudo xolasa metan gazlariga dur bor. Bunisini variantga aka hozir mana sotishda o'zlaring ko'rin. O aka. Bizimizlar va mana aka bu yoqdan ham oldidan ham ko'rinishi. Voy! Boshqa yo'qmi yana? Qaysi bor? Muhammad aka nechi bor? 2023 bor. Xo'p, 2023. Buni kraskasi qanaqa? Kraskasi yo'q. Kraskasi yo'q. Tutunish diska yumshoq balon. Hop, 43 ming yurgan, xudo xolasa gazlari bor. Mana aka. Salon holati 2023-yil. Kraskasini toza deyapti. Bu ham Nasiya savdoga ham chiqaverar ekan. Endi kelishilgan holatda. 5gacha 200 dan ketaveradi. Aprelda boshida 200 beraman. Keyin nargi oyda boshida 200 beraman. 6 oyga qoldim aka. Mart oxiridan bo'lmaydi. Mart oxirida endi. Mart oxirida. Oxiri bo'lsa aprelda 1'da, aprelda 1'da. Aprelda 1'dan 200 dan berib boramiz. Ha, 6 oy. Ungacha o'g'aramiz. Ungacha pul kelsa 10 kun 15 kun nima keladi. Barakasini bersa bo'ldi. Xolasa. Bismillah. Ungacha o'g'aramiz. 600 dollar beradi. Ikkita akasi Rossiyada. Ga, unaqa da oson ekan, xudo xolasa. Alloh Ikkita hojini o'rtasida endi nima? To'ppa-to'g'ri. Bozor kuni bozor kuni 600. Telefoningizdan Play Market yoki App Storedan avtoyo'lon.uz deb oqtartirib bu prilojeniyani o'zimizga yuklab olamiz va prilojeniyga kirganimizda burchakda mana aka dilleli sahifasi ochilgan. Bu yerga shunday bosganimizda har xil turdagi O'zbekiston mashinalari, Xitoy mashinalari, Yevropa mashinalari hammasi chiqib keladi va bu yerda naqd pulga yoki muddatiy to'lovga kredit orqali olish imkoniyati bor. 1 yildan 4 yilgadir oldindan 20%, 30% to'lab, o'sha oylik to'lovini xohlagan usulingizda chiqarsiz bo'ladi. Telefon nomeringizni qoldirsangiz, bu yerdan o'zlar sizga murojaat qilishadi. Avtoyo'lon.uzda silkasini YouTube'da opisiyaga qo'yib qo'yganmiz. Bu yerdan o'zlaringiz o'tib skachat qilib olishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum. Buni ko'rsatib chiqdim. Bo'lg'ari. Bu peshanasini ko'rdingmi qancha? Ya, ha. 3000 bilan. Hop, 3000 bilan 1 yilga. hop. 3000 bilan 1 yilga. Hop. 43 ming yurgan. Aha. Ashitdan boshqa joyda aybi yo'qmi? Aka so'mim yo'q. 43 ming yurgan 2023 ash peshanasida akalar ko'rinlaring. Petnosi bor ekan. Bu naqdga nech pul bu? 200-300 minglik balonga beraman ko'p bo'lib qolsa. Zapaskadan o'ylanmang. Bu sotildi ko'p. Mana 20 ming. 3000 bilan variantga. 60 ming yurgan. Bu qancha necha yili? 24-60. 2024 60 ming yurgan, kraskasi? Toza. Kraskalari toza. Sumkalargacha bo'lgan. Sumkalarga bo'lgan. Xo'p. Go'zal mashina. Aka. Ko'rsatdim. Aha. Buni nech pul deyapsiz? 3000 bilan. Naqqa 6,5 minglik mashina. Naqqa 6,5 minglik mashina, 3000 kamda puli borga variantga qilib berasiz. Qayerga? Toqqa chiq. Andijon, Namangan, Farg'ona, Qo'qon ketaveradi. Chodakkada. Xo'p, oyma beram pulini? 200 dan berib yilda oxiri yo'q. 200 dan berib yilda oxirida. Agar o'zida bironta yili pastroqda emas bo'lsa-chi? Kelishaman. Olib qolib turib qolganini kelishaveramiz. 3 minglik damas bo'lsa 3 mingga olaman. 5 minglik bo'lsa 5 ga, 4 minglik bo'lsa 4 ga olaman. Gap yo'q, nomeri bitta narsa. Ash nomerni yozingmi? Aha. Bitta narsa aytib qo'ying. Hop, men akalar mana 94 437 0242. Hop. 2014 Cobalt birinchi paytda toza. Hop. 2 qilingan 3000 bilan 6 oy 1 yilga beraman. Cobalt ham bor, variantga beriladigan. Faqat ash Cobalt yo'lini Bo'ldi gap yo'q aka, qarang aka, mana bu damaslik holatlari ham. Uka, tekshirtirib olasan, 903 ming giga, video registrator, chexol, poli hamma yo'q bor. 3000 bilan variantga ham chiqaveradi. Orzu-orzuligicha qolmaydi, xudo xolasa. Bu propan gazda ekan. Telefon qilib qolgan ma'lumotni o'zida oling va albatta bizga like bosib qo'ying aka. Andijon mashina bozoridan albatta davom etib ketaveramiz, hurmatli vatandoshlar. Hop. Bugungi holatlar o'zlaring baho berasizlar. Bugun 27 fevral, haftaning kuniga juma, Andijon mashina bozoridamiz.
Xo'p, hurmatli vatandoshlar, davom etaveramiz. Ukam bozorda bir yangi chiqqan ranglarda ham damazlar bo'lsa kerak deganlarga mana. Ko'ringlarchi, 2024 son Kindi Blue rangdan hurmatli vatandoshlar, o'sha yangi chiqqan ranglardan bular ham kamayib ketdi. Kraskasi qanaqa? Kraskalari toza, oldi oblisovka, shu BYD chazor qo'yilgan. Generalni chiqadimi? Gen chiqadi. Avtomobil qarang aka. Polni shumkalarga dur bo'lgan. 4 ta 13 diska, yumshoq balonlar holatlari yangi holatda, o'rta holatda va mana aka salonni ko'ring. Bay. Buni fantaziyalar qayerdan topasizlar, O'ng qarang aka. Sidinalarda aka BYD stilda chexollar bo'lgan, Malibu bar va aka monitorlargadir. Oho, oyguchi yapshigili bu mana. Avtomobil 43.000 probeg, sentr zamonlargadir bo'lgan. Hatto torpedalar ham shumka mana. Xo'p, Leonim rezinkasi. Xo'p, bundan tashqari tevada aka yonadigan bar, pioner kolonka, mana bu o'ralgan xudo shumkalar bilan. Temir metan gazi ham bor. Mana aka. Bay. Tiniq qilib qo'yibdimi mashinani, To'g'risi-chi. Qarang, damkirab turibdi. Pollari ham shumka qilingan, panellariga dog' tegmagan darajada va salonning ortidan ko'rinishi 2024-yil kraskalari toza. Mana aka. Xo'p, buni motor ko'ribkasi qanaqa ekan? Motor ko'ribkalari zo'r. Endi aka, buni bir narxini ayting, necha pul so'rayapsiz o'zi? Arzonroq qilib beraveramiz. Bir yopishtiribroq 66 dan tushgan. $6.600 kami bor. 2024 gen daverni chiqadi. Xo'p, bundan tashqari 43.000 yurgan. Faqat naqdmi yo nasiya, barter? Bo'laveradi, ha, hamma yo'q. Nasiyaga ham kelishamiz. Bankdan tashqari naqd bo'ladi. Hop, barter qilsak bo'ladi. 6 oyga dur nasiya savdoga kelsa bo'ladi. Hozir. Bo'ldi aka. Qarang aka, hozir biranta o'zida yili pastroq 13-15 namozi bo'lsa, shuni berib qolganini 6 oyga nasiya ham qolsa bo'ladimi? Bo'ladi. Telefon nomer? 25 bor, 25. Telefon nomer? 93lik 250 74 12 12 raqamlariga murojaat qilib qolgan ma'lumotni o'zidan olasiz. Yo'q aka, bizga babi oqi yaxshi desangiz, mana oqi ham bor ekan. Lekin bunda aka qarang, balonlar 12 balonda 2024 bu qancha yurgan? 1800 mi? 1800 kilometr shumkalar bo'lgan. Eshigini yoni stoyka pataloylar polni o'ralgan mana. Gaz metanmi, propan? Bunda gaz yo'q. Gaz yo'q, benzinda. Endi qarab turing. Xo'p. Mana aka, buni necha pul deyapsiz? Buni 7 dan jicha o'tib beraman. Aka, ko'ryapsizmi? Qarang, 1800 kilometr yurgan 2024, gazi ham yo'q ekan buni. Buni 7000 dan kamini qilib beraman deyapti mana aka. Zapaskalari. Aha, lekiga mana uni 6600 dedingizmi? 6600 dan kamini qilib beriladi. Naqd variant barter kelishini uradi. U polini aka boplagan ekanmi, qarang, maytlarga bunday sanchilik o'tadigan qilib, xudo xolasa yaxshi. Telefon nomeri aytib qo'yinglar unga. 93lik 250 74 12 250 74 12 raqamlariga murojaat qilasizlar. Naqd barter variant bo'ladi, lekin avtokreditga gaplashmaymiz ekan. Xo'p, bunisi nechi? 2025. Hoppa. Kraskasi-chi? 2025 kraskalari toza. Xo'p, undan tashqari avtomobilda 4 ta unak Cherokee, yangi yumshoq balon, qarang. Shumkasi bo'lgan va oldilari ham qilingan. Torpedalar ham shumka deyapti. Eshigini yoni stoyka pataloylar o'ralgan, sidinada ham yaxshi chexol, tevada bar, kolonka va yurganiga kelsak 12000 probeg 2025. Xudo mana temir metani bor. Olasiz u. Minadigan darajada ekan xudo xolasa. Xo'p, balon o'zi hozir 12 o'shaning uchun zapaskasi o'zida ekan. Agar buni sho'ganda mana aka. Yo'limlari bunday polni uzmasdan hovuzli qilingan. Bug'doy ham to'karaveradi-da aka. Mana aka 60 partiya. Hoppa. Ana endi buni narxi qiziq, necha pulligi? 12000 yuribdi, 2025. Aka, buni narxini necha pul deyapsiz? Buni 7,5 dan tushdi. $7500 kamini qilib berasiz. Faqat naqd pulmi? Bo'ladi. Naqd nasiya barter ketadi. Generalni chiqadi. Buni o'tkazib olish kerak. Yaxshinadi. Endi ashtaqa bo'lib qoldi bitta mashina. Qolganlari bo'laveradi, general. Biror 6 oyga ham bo'lmaydimi? Davernis beramiz. Yo'q. 25. 25 12000 yuribdi. $7500 kami bor. Naqd barter
Agar yetmay qolsa nima bo'ladi unaqada pulimiz? Yetmay qolsa nomiga o'tkazib berib turib ham nima qilaveramiz? Beraveramiz nasiya. Kim oladigan odamdimi? Oladigan odam nomiga o'tkazdirib berasiz, qolganini kim yuboraveradi. Aniqmi? Bu agar siz hozir nomingizga o'tkazadigan bo'lsangiz, buni yana uning ustiga kiyib ketishga mumkin to'g'ri keladi-da. Ko'pchilik nasiyaga olib turib ham o'ylanadi-yu, o'tkazamikin, to'la bo'lgandan keyin o'tmaydimikin demaydi-da, buni oldin o'tmaydi. Mana akalar, necha pul bo'lish kerak uning uchun oldindan? 3000 mi, 4000 mi? Aka, endi agar qancha ko'p bo'lsa shuncha sizga yaxshi. Nasiyaga ham kelishsak bo'laverar ekan, lekin agar nasiya bo'lsa sizni nomingizga o'tkazdirib beradi, keyin haligi taqib qo'yib qo'yadi mashinaga, lekin sizniki bo'ladi. Uzib olganingizdan keyin taqibdan chiqarib yuboradi. Bo'ldi, gap yo'q. Gap yo'q. Oyma beradi pulini. Uzoq 6 oy. 6 oyga do'q. Telefon nomer 93lik 250 74 12. raqamlariga murojaat qilaverasizlar. Yana necha bor? Bunisi arzonroq mashina. Nima necha u? 18 mingga 24. Ha, yo 24 qo'ying. 24 ga payib ketdi. Boshqa yili pastroqingiz bo'lsa bering. Necha bor? 22. Ash 22 olaylik. U necha pul o'zi 18 ming yurgan 24. U ham ashida 6,5 mingda. Ashida. Endi boshqa Viber qilib bering. Mana shu 22 mi bu? Kraskasi. Hozir kraska o'zimizniki emas, buni sotib bering dedi. Bu yerda rixtovkasi bor ekan, 81 ming yurgan. 81 ming yurgan 2022. Xohlasa pitobga qilib meni yura, xohlasa o'tkazib oladi. Ishonarli bo'ladi axiragi. Pitobga qiladigan bo'lsak 2022 shumkalari bo'lgan, avtomobilda 4 dona Cherokee, yumshoq balon, dehqonlar asha firmada minib yurganlarga ekan, 81 ming yuribdi, sotib bering deyishgan ekan buni. Torpedalari ham shumka, sidinalarida chixol, pataloylari va mana Lilionim rezinkasi ekan. Motor moskorovkasi-chi? Motor moskorovkalari ham yaxshi. Hop, temir metan gaz. Va mana ortidan ko'rinishi. Rextopgacha joylari bor. Ya'ni mana monga o'xshagan mana. Bular sal ezilib turibdi. Shunaqa joylar. Xo'p, buni nech pul deyapsiz aka? 5 mingga olsa beraveramiz. 2022 kraska toza. 5 mingga bo'lsa beramiz. Shtirga. O'tib bermaysiz bundan? Lekin yaxshi endi bas so'rab qo'yganmashdi. Undan arzonja bo'lmasa kerak. To'g'risini aytaymi? O kraskoganini hozir jicha 5 tepasiga olishdi. Hurmatli vatandoshlar, agar 22 yo 19 oq tarbiya yurgan odam mashina strazi bosib olsangiz bo'ladi. Iloji bo'lsa, lekin o'tkazdirib olsangiz ham yaxshi. O'tkazdirib olsangiz o'shanda sizga 5500 ga tushadi mashina. 2022 kraskasi toza, $5000 oxirgi narxi, gazi, yumshoq balonlari bor va shumkalariga do'q qilingan. Hop, probegan 81 ming yurgan. Faqat naqdmi endi bu? Nasiya barter yo'q. Faqat naqdga. Xo'p, telefon nomer 93lik 250 74 12 akalar, ushbu videorolikni imkon darajasida asha 5000 pulim bor, necha olaman, 17 18 olaman deylar, jo'natib qo'ying. 5000 ga berilar ekan mana aka. Sirrazni harakat qilib qolasizlar. Bizga like bosib qo'yinglar, davom etaveramiz. Oldi eshikda? Hop, undami? Nari kapalar yamashdi. Mana oldi eshikda. Mo'kapalarlarda yo'qmi? Mo'kapalar olishgan. Kapalar bunda ham yo'q, bunda ham yo'q, bunda ham yo'q. Tekshirib olaveradi. Xo'p, hurmatli vatandoshlar, ukam arzonroqdan ham ko'raylik deganlarga mana 2010-yil navbatdagi Damas. Asosiy kraska ikkita detalda bo'lyapti. Tayyorlanmagan holatda bozorga shunday olingan, kelavergan. Ikkita shisha qo'yasiz 50 ming so'mdan oldiga, unaqa tiniq bo'ladi xohlasa. 4 ta 13 diska yumshoq bo'lgan holatlari o'rta holatda. 4 ta eshigi shumka va aka mana salonni holatini ko'ring. Xo'p, 219 ming probeg, xorlab yoribdi domlaga, minishni hamchi. Tevada bar, kolonkalari bor. Mana aka probeglarimiz, paroylari. Xo'p, temir metan gaz. Va aka mana bu yondan ko'rinishi. Bo'ldi aka, qaysi bor? Mo'mi? Bo'ldi. 2007. Arqadan ham bukilgan joylari bor ekan bitta. Lekin arqasi mana pechati. Tomon pechati. 2010. O'ynatib yo'llari ham yo'q, qarang. Aka, mashinani motor moskorovkasi qanaqa? Moskorovka motorga javob. Serios. Meni ko'p tekshirtirib olaveradi.
Mos, korobka, motorga ham javob deyapti. Benzinga ham yuradi. 170 qancha million olasiz. Shuni aytaman-da aka. Narxini necha pul deyapsiz? Bir yopishtirib aytavering endi buni. 28 ga beriladi oxiri. 2800 dollarga oxiri narxi. Nasiya barterlari yo'q. Bor barter ham qilaveramiz. Barter bor. Nasiyachi. Nasiya 1 oygacha beriladi oxiri. 2 oyga bera olmaysizmi? Yo'q, yo'q. Xo'p, telefon nomer. Bank bor. Telefon nomer 97 97lik 737 737 77 08. 77 08 raqamlariga murojaat qilaverasiz. Narxi-chi? Yo'q, 10. U ham 10. U necha pul? Bilmayman necha. Narxi-chi? Yo'q, mana 28 ga beriladi. Akalar yana bitta 2010 bor ekan, uni Bu nomer boshqa aytib beraman. bo'ldi ayting. Telefon nomerini 94 94lik 105 55 53. Xo'p, bu ham akalar 2010 ekan. Mana shu nomerlarga telefon qilaverasizlar. Buni ham 2800 dollar deyilyapti. 4 ta 13 diska balonlarning holatlari ancha yaxshi ekan. Va mana salonni ko'ring. Narigi bilan pashti bir xil ekan aka, buni qarang. Xo'p, tevada barkalonka, bag'dan monitor, 321 ming probeg. Buni matlarida ham kraskasi bor ekan, stoykasida. Bu ham 2800. Telefon qilib qolgan ma'lumotni o'zdan olasiz va albatta bizga like bosib qo'ysangiz bo'ldi, davom etaveramiz. Yaxshi, xo'p, hurmatli vatandoshlar, ana endi bitta dehqondan ham ko'raylik, mana 2025 Minarmandan, xo'p, kraskalari top toza, ukam imkon darajasi srochniy sotamiz deyapti. Xo'p, qarang. Gendaverni chiqadimi? Generalniy daverni chiqadi. 2025 avtomobilda 4 ta o'nak shiroki, charmxo'y yumshoq balon, undan tashqari 19 ming probegda. Mana aka salonni ko'ring endi. Tarpetkalari, bundan tashqari bunaqa yangi chiqqan bar. Xo'p, bundan tashqari sentr zamoy qilingan. Sidinasida chexol, eshigini yoni stoyka patollar o'ralgan, ilyonim rezinkasi va ma'daga mana muborak oil degan avtolarda alishtirilar ekan. Bo'lsa temir metan gaz va mana aka ortidan ko'rinish. 2025 19 ming probeg, kraskalari toza, gendavernis beriladi. Mana pollari tiniq turibdi. Aptechkalarga dur bor, hattoki. Hop, aka, no arqa suyanchiq bormi, yo'qmi? Orqa suyanchig'i bormi, yo'qmi? Mana yetdagi. Qo'shib berasizmi axir? Akalar, zapaskasi ham bor, qo'shib beradi. Mana yerda suyanchig'i bor, uni ham qo'shib beradi. Maka qo'l qo'yadigan ham qo'yib qo'yibdi. Xo'p, ana endi buni narxini ayting aka, bir dehqondan dehqon olsin. Uni 7,5 deb beramiz. 7500 dollar kamini qilib berasiz. Faqat naqd pulmi? Nasiya barteri yo'q. Xo'p, bugun bozor naqd bermadimi ertalabda? Bermadi. Telefon nomer 90lik 573 95 78 raqamlariga murojaat qilib qolgan ma'lumotni o'zdan oling va albatta dehqondan so'raganlar jo'natib qo'yasiz, bizga like bosib qo'ysangiz bo'ldi. Soqa diskalari axir o'zida ketsa, bu qarang aka mana. 4 ta 13 eligan diska, yangi yumshoq balon, podnoshkalarga do'l qo'yib qo'ygan. Aka, avtomobil yana shumkalariga do'l bo'lgan. Emon qarang. Bay gap yo'q. Avtomobilda Malibu bar, bunaqa yangi chiqqan barlardan 10x bar dedi ko'pchilik. Monitorlar ham qo'yilgan, sentr zamoy bo'lgan. 10 ming yurgan 2025-yil. Buni qarang aka. Barlar yonadigan. Undan tashqari orqada mana aka, kenor kolonkalarga do'p polni qisqasi olgandan keyin rasxod qilmaydigan darajada imkoniyat qilgan mashinaga. Xo'p, avtomobil shumkalarini aytib o'tdim. Oldin oblisovkalar ERS qilingan. 2025-yil 10 ming probeg, kraskalari toza. Mashina propan gazda ekan menimcha aka. Ana propan. Propanni ugasekin hech qo'yib bitta metan qo'yib olasiz endi. Orqaga aka shu butixli buferlardan ham qo'yilibdi, imkon darajasida tiniq qilib. Ana endi aka buni narxi qiziq. Qarang aka. Ana. Xo'p, 2025 10 ming yurgan. Aka narxini necha pul deyapsiz? 8 dan chiqib beramiz. 8000 dollardan ozroq o'tib berasiz. Faqat naqdmi? Yo'q, variantga ham kelishamiz. Yarim pulini bersa 6 oygacha kelishaveramiz. Yarim pulini bersangiz, qolgani 6 oygadir nasiya savdoga kelishamiz va naqd pulga barterchi. Barter Damas bo'lsa, Damasga barter bor. Ha, bo'ladi. Xo'p, telefon nomer 97 505 0104. Aka sotildimi bu? Aka necha pul bo'ldi bilib qolaylik.
Nechinchi yil? Rahmat. 2020 4500 dollarga hurmatli vatandoshlar, mana Andijon mashina bozorida sotilganini ko'rganlarning xudo xolasa. Aka, assalomu alaykum. Charchamaysiz, rahmat. O'zi qanday? Bo'ldi aka, nechi bor? Ma'da borda 23 bormi? Bo'ldi. Yana qaysi bu uchisi? 24 bor. Ha, bu 24. Qarang aka. Ana endi navbatdagi Damas. 2024 23 ming probeg. Hop, kraskasi toza deb yozilgan. Endi aka, o'zi aslida qarang, 4 diski yumshoq bo'lgan mashina propanda. Hop, bundan tashqari 23 ming probeg, salonni ham ko'ring mana aka. Salonlar nima kallasini olib tashlab so'naydigan ajoyib g'alati bo'lib qolarkan, qaranglar. Hop, chexollar yangi kiydirilgan. Mana shu заводской magnitofonda. Ilon ham evakor polilar tashalgan. 2024-yil 23 ming probeg, shumka, propan, kraskasi toza. Va mana aka, ortidan ko'rinishi. Hop, ana endi buni narxi qiziq, narxi. Hop. Narxini necha pul so'rayapsiz aka? 23 ming. 72 dan o'tib beramiz. 7200 dollar kam bor. 2024 tayyor holatda 23 ming yurgan toza. Tozaga baraka. Xo'p, faqat naqdmi? Yo bu ham mana shu narsaga barter kelishamiz, a? O'zingizda yili pastroq o'zi bo'lsa barter qilib kelishamiz va naqd pulga beriladi. Variant imkoniyati bor. Telefon nomer 97 lik 505 0104. Ushbu nomerga telefon qilib qolgan ma'lumotni o'zida oling va albatta aka bizga hop, like bosisham esingizdan chiqmasin. Oho, akam sotildingizmi? Necha pul bo'ldi? Bilib qoling. Nechinchi yil? 2004-yil 1650 dollar. Oho! Ochaga tizimiz. Hop, hurmatli vatandoshlar, Andijon mashina bozorida yana bitta sotilganini ko'rlaring, xudo xolasa. Hop, ana endi biz sal yili pastroq so'raganlarga bundan oldingi videoyimizni qo'ygandik. Albatta o'sha yerdan ko'rishlaringiz mumkin. Hop, hurmatli vatandoshlar, shunaqa qilib mana syomkamiz tugatdik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videorolikimizda ko'rishguncha albatta like bosib qo'yish eslaringizdan chiqmasin.